Trendga chiqqan julettani qanaqa yasalishi ikkinchi qismi. Endi qizlar, julettamizni qolipini yasab olamiz. Bizga 4 razmerli sim kerak bo'ladi, metr kerak bo'ladi. Xurrem simimizni shunaqa 50 sm qilib kesib olamiz. Xurrem simimizni shunaqa dumaloq shakl qilib olamiz. Birlashtirib 4 razmerli sim bilan o'rab olamiz. Hammasi sig'ishi uchun tezlashtirib ko'rsatdim. Albatta kursimda bunaqa ko'rsatilmagan, hammasi tushuntirilib ko'rsatilgan. Julettamizni ustiga xurrem simni shunaqa X qilib birlashtirib olamiz. Ustidagi simlari 20 sm dan bo'ldi, balandligi 4 sm bo'ldi. Sizga sifatli, yorug', tushunarli darslik kerak bo'lsa, meni kursimga qo'shilib olinglar. Menga podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu yog'iga sizlarga tez-tez bepul darsliklar joylab turaman. Julettamiz ham tayyor bo'ldi. Ustiga shunaqa X qilib olganimizdan keyin uni ustidan fetrani yopishtirib oldim kley bilan. Endi ustidan shunaqa setkani pistolet kley bilan yopishtirib olaman. Buni ham xuddi shunaqa X qilib u tomonga bu tomonga o'tkazib, shunaqa qayiltirib, tortib yopishtirib olasizlar. Mana tayyor bo'ldi julettamiz ham. Mana qolipini ham bilib oldinglar qanaqa yasalishini. Ustini xohlagancha bezatsanglar bo'ladi. Cho'tki olgan durlarimni fetraga, endi hammasini julettaga tikib chiqaman. Shunaqa shakl berib. Orasiga sirkon ko'zlar ham qo'shdim, durlar ham, pistollar ham tiksanglar bo'ladi qizlar. Juda ham chiroyli chiqadi. Temir kley quyib, sirkon ko'zlarni yopishtirib chiqdim. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bo'lib olinglar. Sizlarga shunaqa tez-tez darsliklar joylab turaman.